Assalamu alaykum, aziz kitobxumar qarindoshlarim. Sizlarning huzuringizda adabiyotshunos olim Hamid Hamroyevning G'o'jalar nayranglari tarixiy romanining davomi 4-bob. Yurish. 3 kundan keyin tong saharda Muhammadxonning qo'shini Turpanga yurishga atlandi. Xudobendi sulton Muhammadxonning jiyani bo'lg'achqa davlat kengashi qo'shinni xonning o'zi boshqarishi to'g'riliq qaror qabul qildi. Uningdan tashqari Xudobendi Muhammadxonning qizi Hadidjaning eri edi. Barcha sardarlar bilan harbiy rahbarlar xonga hamroh bo'lishi lozim edi. Katta amaldorlardan yakanda faqat bosh vazir bilan shahar hokimilar qoldirildi. Ularning ilkiga har ehtimolga qarshi ulanlarning bir qismi o'tdi. Bomdoddan keyin yurishga atlangan otliq qo'shinning besim bo'ligi Qashqarga yo'l tutdi. Muhammadxon o'z amaldorlari ve shaxsiy ulanlari bilan ertasi saharda yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Taklimakon cho'llariga oqadigan Yakan daryosi go'yo jangchilarga yo'l ko'rsatayotgandek bilinardi. Xonning kichik Qobilxoniga qo'shna aram oladigan va keyingi vaqtlarda qo'nib qoladigan bo'lma derisini oldida turgan Muhammadxon darvozadan chiqayotgan asosiy kuchlardan keyin yurishga atlanadigan qo'shinga g'amgin qaradi. O'ynaqlab turgan otlarga mingan jangchilar urushga emas, beyni ma'rakaga mangandek mag'rur edi. Bu amaliyotda haqiqiy urush, Uyg'urni o'ltiradigan urush edi. Naq mushu o'ylar Muhammadxonni hasratlantirdi. Lekin u boshqacha bo'lishining mumkin emasligini yaxshi biladi. U daryoning so'l sahilini bo'ylab ketib borgan qo'shinga uzoq qarab turdi. Otliqjonlar borgancha kichiklab nuqtaga aylangandilar, kimxob pardini yopdi. Qashqarga atlangan bosh qo'shin sardorining qishida buningdan 3 kun burun paytaxtni zilzilaga keltirgan shum xabarni ilib kelgan Yusuf Mubar. U Muhammadxonning ulanida xizmat qilg'achqa yengiga maxsus belgi tikilgan edi. Lekin u taxt varisi Shoh Shujjiddin Ahmadga xizmat qiladi. Mana hozir u o'z xo'jayiniga ketib boradi. Shoh Shujjiddin Ahmadning an'ana bo'yicha xuddi sobiq shahzodalarning o'xshash qarorgohi Qashqarda edi. 3 hafta ilgari Turpanga avatilgan Yusufga Muhammadxonning sodiq amaldorlari nihoyat qattiq maxfiyatda Xudobendining isyoni haqidagi maktubni topshirganligi sababidan u uyiga berib kelishga ulgurolmagandi. O'zining bevosita boshlig'iga maktub to'g'riliq uchur berib, Yakanga atlangan. Hozir Yusuf o'zining qo'shin bilan mangdiganligi xususida buyruq tushamdi, yo'qmi, buni bilmaydi. Bu Shoh Shujjiddin Ahmadning dadasining arkasida mingishiga bog'liq edi. Navoda Muhammadxon o'zi isyonkor Xudobendini tizginlamoqchi bo'lsa, bu holda shahzodani jalb qilishning hojati yo'qdi. Yusuf atrofni erinib kuzatib kelmoqda. Shu zumda uning ko'z oldida bu yerlarga tunji qitim qadam qo'ygan kishini maftun qiladigan karomat manzara namoyon bo'ldi. Yo'lning so'l qasnig'ida atrofga xushpuroq chechayotgan, bukkada chechak atgan bog' turadi. Yo'ldan jiroq emas yerda iqvatgan daryoning o'ng tarafida taksha haydalgan itizliq yeyilib yotadi.
Ketmen bilen çepilgan nem topa dehqonlarning bamdod namozini o'tab bo'libla ishga kirishganligidan dalolat beradi. Etrafda dehqonlar ko'rinmadi. Etmalim ular atliq qo'shinning o'tib ketishini kutib, jira saylarga yo'shirinsa kerak. Yusuf bu yerlarda ko'p qitim bo'lgan. Uni tabiatning ushbu ko'rkam manzarasi ancha jalb qilmadi. Ammo Yusufning yenidan at choptirib o'tgan 20 yoshlar chamisidagi yigit "Na qadar go'zal bu zamin. Dutar bo'lsidi bir g'azal to'qib etdim. G'azilimni tangdashsiz Nafisaga beg'ishlatdim" deb ushtum tut un qatdi. "Qara buni" dedi oldi ketib bargan 15 kulib. "Nafisaning o'ziga beg'ishlatdingmi? Yo'lingga qarab kutayotgan mahbubang yo'qmi nima?" "Hozircha yo'q", hech bir afsuslanishsiz javob berdi yigit. "Men texi yoshqu, ulguraman." 15 boshqa so'z qilmadi. Uning chehrasida boyaqi kulkining iznasimi qolmagan edi. Qo'shin boshlig'i Muhammadxonning o'gay inisi Abdurahim sultonmu ma'yus. Dadisining vafotidan bir oy o'tib dunyoga kelgan Abdurashid xonning 12 o'g'lining kenchisi bo'lgan u, balkim ba sulole a'zolarining hammasidan Xudobandining qilqlariga nafratlanmoqda edi. Davlat kengashi majlisida Abdurahim o'zini tasdiqda besib o'ltirdi. Ammo shuningga qaramay, u o'zini tutolmay isyonkor Xudobandiga rahim shafqat qilishga bo'lmaydiganligini keskin etdi. Uni shundoq jazolash kerakki, boshqalarga savoq bo'lish kerak degan edi u faqat Muhammadxonga murojaat qilib. "Hurmatli aka, Xudobandining bu qiliqlari davlatimizning mustahkamligiga, asosiga daxl keltiryotidi. Shunga uningga hargizmi mehr shafqatlik bo'lmasligimiz lozim." Ushbu so'zlardan keyin majlis ishtirokchilarining orasida pichirlashlar boshlandi. Ular Abdurahimning gaplarini qo'llayotgandu yoki uni diqqat bilan tinglayotgandu. Bu tarbi tushuniksiz edi. Davlat kengashi a'zolarining hamsi degidek Muhammadxonning jiyani Xudobandiga bo'lgan munosabatini yaxshi biladi. Xudobandi shundaqla Abdurahimning mujiyani edi. Aka-ukalar mavqesining bir-biriga zidligi, asosan Xudobandimu xuddi Muhammadxon o'xshash xalq ichida Ishoq xo'ja deb nom olgan Muhammad Ishoq Valining muridi bo'lishida edi. Ishoq xo'ja Qoratog'liq so'pilar jamoasining asoschisi va sarkisi edi. Abdurahimza ikkinchi aksi marhum Abdukerim xonning mavqesini qo'llatdi. Abdukerim xon so'pilarga, shu jumladan Ishoq xo'jaga qarshi edi. U Ishoq xo'jani xonliqdan qo'g'lab etishni farmon qilgandan keyin xo'ja Mavrin nahrining poytaxti Samarqand shahriga ketishga majbur bo'lgan. Hozir atliq qo'shinga rahbarlik qilib Turpanga yurishga ketib berib, Abdurahim taxt varisi Muhammadxonning o'g'li Shoh Shujjiddin Ahmad bilan yuzma-yuz ko'rishni niyat qiladi. Shoh Shujjiddin Ahmadning qarorgohi an'ana bo'yicha Qashqarda edi. Abdurahimning ko'ngli faqat Xudobandining qiliqlariga emas, shundaqla Muhammadxonning mazkur yurishini uyushtirishga buyruq bergani bilan ziddiyatni siliq, qon to'kishsiz hal qilmoqchi ekanligiga g'ash bo'lyotdi. Abdurahimni mayuslantirayotgan yana bir ahvol davlatlik kengash majlisida ba'zi sardorlar bilan masjidlarning imomlari, garchi ular o'z fikrini ochiq izhor qilmasa-mu, jim o'ltirib, boshlarini chayqab, qistab kelgan kulkisini yo'shirib, Xudobandining harakatlarida munosib mantiqa bor. Go'yo Xudobandi ma'lum darajada haq demoqchidek alfaz ko'rsatgan edi.
Ular Qashqarga yo'lga chiqib, 4-kuni manzilga yetdi. Qo'shin shahar sirtida urilishga buyruq oldi. Lashkarlar o'sha yerda turib, lozimlik ko'rsatma elishi kerak ekanligini hamma tushunadi. Yusuf oldi mang'uchi asosiy qism tarkibidan chiqib, etining beshini taxt varisi Shah Shujiddin Ahmadning qarorgohiga burdi. Qarorgoh Qashqarning g'arbiy darvozasi tarafda edi. Bevosita boshlig'i Shah Shujiddin Ahmad muhabbizatining rahbariga o'zining kelganligini bayon qilgan razgi yigit, "Nima? Ulug' hazratlarining Alloh uni himoya qilg'ay o'rtasida bo'ldingmi? Maktubni uning o'z qo'liga topshirdingmi?" degan so'zlarni angladi. "Shundaq taqsir. Undaqda biz o'zimizning farzini ado qildik. Qolg'ini xonning ixtiyorida." Biroz jimjitlikdan keyin dedi: "Shahzoda xon oliylarga hamroh bo'lib Turponga bormas. Har holda sening bir kuning bor. Apangni yo'qlab kelishingga ijozat." Mug'ambirona kulib qo'shib qo'ydi: "Yoki boshqa birini yo'qlab." Yusuf o'ng qo'lini maytisiga elib egildi-da, iti tarafga yugurib ketdi. Egarga minib, boshliq yengiqi so'zlardan yoltib qolg'icha bu yerdan ketay degandek itini ho'krang tashlatib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qashqarning g'arbiy darvozasidan Hetka masjidining orlig'i xiyla yer edi. Ammo razgi yigit musofirni osmonda parvoz qilgan burkut misoli nihoyat tez besib o'tdi. U to'riq atdan o'zlarini chetga ilayotgan odamlarga, taqlangan at tuyoqlari tegib, savr eyda shalong uchirishadigan ko'lchaklardan chachirab, u yon bu yon ketayotgan bovoylarning yenik chapallariga tegayotgan qatrilarga parvo qilmadi. Hozir uning uchun onasini, dadasining ko'ni uyini chapsanroq ko'rishdan, inisini bag'riga besishdan, juyinib qo'shni ko'chaga yugurishdan ortiq hech narsa yo'q. Uyning keyni tarafidagi to'nirda non yiqish bilan avara bo'layotgan ona atning tuyoqlaridan chiqqan ovozni anglamadi. To'nirning issiq tapti uni beshidagi lechigining ustidan ko'na yug'an qelin ro'molni tengilishga majbur qilgan. Ana to'nirga navbatdagi nonni chaplab bo'lgandan keyinla o'g'ilni ko'rdi. Yusuf etini olma darg'iga bog'lavatdi. Anasi beshidagi ro'molni olaman deb lechigini qo'shib elivatdi. Yoshligiga qaramay chochlari oqirib ketgan onaning ko'zlaridan tomchilar oqmoqda edi. U o'zini o'g'liga otdi. Yusuf uchun onasidan yaqin hech kim yo'q. Navoda u azroq vaqtla onasini ko'rmasa, uni qattiq seg'inadi. Agar onasiga bog'liq biror ko'ngilsiz voqea sodir bo'lsa, go'yo bu bevosita o'zining beshiga kelgan qismatdek his qiladi o'zini. U onasining betap bo'lib qolganini yoki biror narsaga xafachiligini ichidan sezadi. Hozirmi u onasining oq sochlarini silg'ach so'radi: "Apa, ahvolingiz qandoq? Og'rimay, silimay yurvatamsiz?" Anacım, Yusufning kallasiga apamni ukam ranjitib qo'ygan o'xshaydi degan xiyol keldi. "Yunuschu, u uydimi?" Ana o'g'lining quchog'idan tez bo'shandi-da, o'zini aka-ukalar orasida yuz berishi mumkin ziddiyatning sababkoridek cho'chib ketdi. "Men bek qo'rqyapman. Qo'shnilar xonimizning yurish e'lon qilganligi to'g'riliq gap tarqitib yuridi. Jimi er kishilar Turponga otlanarmish. U yoqqa nemishga boridi. Agar bizga kimdir biri hujum qilgan bo'lsa tushunatdim. Sening dadang, Yusuf bizni qo'g'dayman deb qazo bo'lgan emasmi?"
Sençu, sen nege barısen? Yusuf nime deyişini bilmedi. Mışmışlar xan permanlardan mı tez tarqıldığan oxşaydı. Xudabendining isyani haqida Muhammed xanға onun özü uçur yetkizgendiği. Qo'shnilarze allaqachon bu yangilikdan xabardor ekan. Anısıga təsəlli berishga tirishgan Yusuf özünü to'limu tamkin tutgan holda kulimsirab, "Apa, nimaga shuncha vayim qilasiz? Shahzoda bizning xonimizga qo'shilmishimi mumkin? O'zingiz bilasiz, men Shah Shujiddin Ahmadga xizmat qilaman." Ana o'g'liga ishonmagandek gumon bilan qaradi. Andin lechak ro'mollarini tengib, nonlarni so'yib, uyga kirishga taraddud qilish uchun tonur tarafga mangdi. Yusuf Mehrinsonni ko'rishga taqozo edi, lekin onasini ranjitib olmay deb uning qishida uzoqroq o'tirishni qaror qildi. Angacha Yunusmu kelib qolar. Yusuf itiga yem xashak berib, mis qumg'andiki su bilan o'z ko'zini yudi. 5-6 yoshlarda dadisi bilan mushu Qashqardagi hunarvanlar do'konlarini aralab, turmush maishat narsa keraklarini setib olganligi uning yodida. Ular bir kun kechgacha to'mirchilarning, qulalchilarning ishxonalarida yurgan edi shu chog'da. Herib charchagan Yusuf mushu qumg'onni uyga ko'tirib kelgan. Dadisi bir necha sapal piyola, attaqsi, miq, qaltis bir pichoq setib olgandi. Shu qitim dadisining may bo'yoq bilan sirlangan bo'shak setib olganimi uning xotirasidan heli chiqmadi. Yusuf apsi bilan ko'k choy ichishga o'tirib edi, Yunus kirib keldi. U aksidan 6 yosh kichik. Aksi bilan quchoqlashib ko'rishgandan keyin onasining yeniga cho'kkan Yunus til qatdi. Shaharda shavqin suran ovich elvatidi. Ko'chalar qalaymaqon, qisti-qiston, oddiy fuqaro mangolmay qoldi. Barcha ko'chalar harbiylarga liq to'lgan. Ha, turpalliq Xudobandining holiga voy. Men Abdurahim sultonning mulozimlari bilan keldim. Biz Qashqarga birinchi kirdik. Qolganlar keyinimizdan kelyotdi. Hamma harbiylar kelib bo'lgan bo'lsa kerak, aka. Yo'q ukam, hammasi emas. Ulug' hazratlari 3-Muhammad xon ata yetib keldi. Shundaqmi? Demak, saltanatlik uchrashish texi oldimizda ekanda. Shundaq o'xshaydi. Bu gaplarni qo'yayli. Navatdan birini uzdivatgina. Yunus gulqoq, kishmish, navat, yong'oq qatorliqlar saqlanayotgan tekchiga qo'lini so'zishiga Rizvangul acha, siz uydimi degan ovoz anglandi. Bu ovozni anglagan onaning chiroyi birdilla o'zgarib, kayfiyati ko'tarildi. U kalachlarni aldirab puttiq sepdi-de darvoza tarafga mangdi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, ana uyga qaytib kirdi. U yolg'iz emas edi. Onaning qishida qo'llarida pakiz mayliqqa yo'galgan sapalqacha tutgan, sal tartinib turgan bir qiz bor edi. Aka-uka o'rinlaridan turishdi. Qiz bo'sug'i yenida turib, ular bilan tinchlik so'rashqach, lechiga yepib turgan yo'g'on shakla ko'zlarini Yusufga tikdi. "O'g'lim, sening qaytib kelganingni anglab, Mehrinsa tamoq ilib kiribdi. Jiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning a'lo degani mushu. Nima etdingiz, qizim?" "Pulu bosdim, Rizvangul acha. Hozirlik qozondan oldim. Opam kirgizdi bu tovoqni." "Pulini o'zingiz bosdingizmi yoki opangizmi?" kulimsirab so'radi doim xushxuy yuradigan Yunus. Yusuf insiga tanbih tahlid bir nima demoqchi bo'ldi-yu, o'zini besib oldi. Shu asnoda Mehrinsa xotirjam bir alpozda, "U tarafini o'zingiz o'ylab tepib oling. Ammo opamning tomoqni
meningdin dəmlik etidiganligini ta'kidlab qo'ymoqchiman. Mushu so'zlardan keyin u tavaqni shiriga qo'yib qaytmoqchi bo'lib edi. Uchaylan tangla. Nega mandingiz? To'xtang, biz bilan choy iching. Bunda qo'yib bermaymiz sizni deyishdi. Lekin qiz sahib xallarning mehmondo'stligiga minnatdorligini bildirib, Yusufga yana bir qitim ko'z tashlab, darvoza tarafga mangdi. Ana Yunusni yenik ishtardi. Yigit qizning kaynidan o'qdek atdi o'zini. Mehrinsani darvozaning qishida qo'g'lab yetgan Yunus qizga to'nirdan helraqda so'yilgan 2 issiq nonni tutqizdi. 4-bab shuning bilan oyoqlashdi. Bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Diqqat berganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.